Bugungi Blitz savolimizda Toshkent xalqaro universiteti huquqiy fanlar kafedrasi dotsenti, yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori Valijonov Daler Dilshodovich ta'lim kreditini qay tarzda olish haqida batafsil javob beradi. Assalomu alaykum ustoz, navbatdagi Blitz savollarimizga xush kelibsiz. Ijozat bersangiz, sizga savollarni berishni boshlasam. Assalomu alaykum, rahmat. Birinchi savol: talabalar uchun beriladigan ta'lim krediti miqdori qanday belgilanadi? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 16-sentyabrdagi 579-sonli qaroriga asosan ta'lim krediti birinchi kurslar uchun yillik kontrakt to'lov miqdorida beriladi, ajratilishi mumkin. Ikkinchi va undan yuqori kurslar uchun o'zlashtirish ko'rsatkichi 80% dan past bo'lgan taqdirda kredit to'lov kontrakt miqdorining 80% gacha bo'lgan miqdorda beriladi. Demak, yuqori kurslarga ta'lim kreditini olish uchun baholarga ham e'tibor berishini lozim bo'ladi. Albatta. Va bunda yana bir narsani alohida ta'kidlab o'tish kerakki, ushbu qoida ijtimoiy himoya yagona o'sha reyestriga kiritilgan oilalar farzandlari uchun istisno tariqasida amal qilmaydi. Ta'lim kreditini qaytarish muddatlari qanday bo'ladi? Ta'lim kreditini qaytarish muddatlari o'qish muddati, ya'ni 3 yillik, 4 yillik, 5 yillik bo'lgan holatda bakalavrda o'qish muddati, masalan, tugagandan so'ng 7-oydan boshlab 7 yil muddatgacha bo'lgan davrda belgilanadi. Xo'p, navbatdagi savolimiz: bugungi kundagi ta'lim krediti foizlari haqida ma'lumot bersangiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining asosiy stavkasi miqdorida belgilanadi. Bugungi kunda bu miqdor 14% ni tashkil etmoqda. Bu yigitlar uchun, qizlar uchun esa 0% qilib belgilangan. Demak, ayollar va qizlar uchun hech qanday foiz yo'q. Yo'q. O'sha o'zi berilgan pulni tanini bo'lib yuboradi. Shunday. Va bunda yana bir izoh berib o'tishimiz kerak. Agar asosiy foiz stavkasi o'zgargan holatda, asosiy foiz stavkasi oshadigan bo'lsa, ya'ni yuqorilaydigan bo'lsa, ta'lim kreditini foiz stavkasi yuqorilamaydi, ya'ni o'zgarmaydi. Agar asosiy foiz stavkasi pasayadigan bo'lsa, unda berilgan ta'lim kreditini foiz miqdori ham pasayadi. Ta'lim kredit kimlarga beriladi va kimlarga berilmaydi? Shu jihatiga e'tibor berishimiz kerak. Ta'lim krediti kimlarga beriladi? Ya'ni faqat kunduzgi ta'lim asosida tahsil oluvchi talabalarga, birinchidan, bakalavr yoki shu jumladan ikkinchi mutaxassislik asosida bakalavrga qabul qilingan talabalarga yoki magistrantlarga, to'lov kontrakt asosida o'qishga qabul qilingan, ya'ni tavsiya etilgan talabalarga yoki o'qishini ko'chirgan talabalarga ta'lim krediti beriladi. Kimlarga berilmaydi degan savolga esa quyidagicha javob berishimiz o'rinli bo'ladi. Ya'ni super kontrakt asosida, to'lov asosida o'qishga tavsiya etilgan talabalarga sirtqi, kechki, masofaviy va maxsus sirtqi shakllarda talabalikka tavsiya etilgan talabalarga ta'lim krediti to'lab berilmaydi. Shu yerda bir savol tug'iladi yana, super kontrakt bilan kirgan birinchi kursda u ta'lim krediti ola olmaydi. Lekin keyingi o'quv yillaridachi, masalan, yuqori kursga o'tganda keyingi o'quv yillarida kredit olish uchun murojaat qilishi mumkin, lekin bunda birinchi aytgan qoidamiz, ya'ni o'zlashtirish ko'rsatkichiga albatta qaraladi. Ta'lim krediti qaysi oliy ta'lim muassasalari uchun beriladi? Ta'lim krediti O'zbekiston Respublikasidagi davlat, nodavlat va yoki xorijiy oliy ta'lim muassasalari, o'rta maxsus ta'lim muassasalari, professional ta'lim tashkilotlari va ularning filiallari hamda qo'shma dastur asosida tahsil oluvchi talabalarga beriladi. Agar xorijiy oliy ta'lim muassasasi bo'lsa, lekin uni O'zbekistonda filiali bo'lsa, ularga ham beriladi. U yerda o'qiyotgan talabalarga ham beriladi. Lekin bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Bunday holatda xorijdagi oliy ta'lim muassasasida o'qiyotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga ta'lim krediti berilmaydi. Shu bilan birga Xemis dasturiga ulanmagan xususiy oliy ta'lim muassasalari talabalariga ham ta'lim krediti berilmaydi. Tushunarli. Navbatdagi savolimiz: ta'lim krediti olishda kafillik talab qilinadimi?
umumiy asoslarga ko'ra talab qilinadi. Ya'ni bunda kafil sifatida kredit oluvchining doimiy daromad manbaiga ega bo'lgan qarindoshlar, yaqinlar, ya'ni ota-onasi, aka-ukasi, opa-singillari, turmush o'rtog'i yoki eri yoki boshqa uchinchi shaxslar ham ta'lim krediti shartnomasini rasmiylashtirishda birgalikdagi kredit oluvchi sifatida rasmiylashtirilishi mumkin. Lekin bu narsaga e'tibor berishimiz kerakki, mana shu kimlarga kafillik talab etilmaydi degan savol ham tug'ilishi mumkin. Ya'ni yagona ijtimoiy himoya reyestriga kiritilgan oilalarning farzandlariga ajratiladigan ta'lim kreditlarida kafillik yoki garov talab qilinmaydi. Keyingi savolimiz, ta'lim krediti olishda fuqarolik bo'yicha cheklovlar bormi? Amaldagi qonunchilikka asosan O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga ta'lim krediti beriladi. Chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga ham ta'lim krediti berilishi mumkin O'zbekistonda tahsil olinayotgan, lekin ularga ana shu tijorat banklarining o'zlarining tijoriy shartlari asosidagi shartlar va mezonlar asosida kredit ajratilishi mumkin. Ta'lim krediti olish uchun bankka qanday hujjatlar taqdim etiladi? Ta'lim krediti olish uchun bankka ariza, talaba va ta'lim muassasasi o'rtasida tuzilgan shartnoma, o'sha kontrakt shartnomasi, kredit qaytarilishining ta'minoti bilan bog'liq bo'lgan hujjatlar, ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilganligi to'g'risidagi ma'lumotnoma agar mavjud bo'lsa va agar bankning ichki hujjatlarida ta'lim krediti ajratilishi uchun qo'shimcha yana hujjatlar so'ralgan bo'lsa, mana shu hujjatlar taqdim etiladi. Bankda taqdim etilgan ta'lim krediti olish to'g'risidagi ariza qancha muddatda ko'rib chiqiladi? Ariza 5 ish kuni muddatida ko'rib chiqiladi va tegishli kredit shartnomasi talaba bilan imzolanadi. Agar ariza rad etilgan taqdirda rad etish sabablari ko'rsatilgan xat talabaga javob tariqasida taqdim etiladi. Tushunarli. Ta'lim krediti uchun arizani qachon va qanday berish kerak? Ta'lim krediti uchun arizani istalgan vaqtda talaba berishi mumkin, ya'ni o'quv yili davomida. Bunda albatta bankka borib o'tirishi shart emas. Onlayn demak ariza topshirish orqali ta'lim krediti .mf.uz sayti orqali yoki yagona portal MyGov portali orqali ham onlayn ariza berishi mumkin. Albatta bankka o'ziga ham borib bevosita ariza berish mumkin. Agar to'liqroq kredit haqida yana ham batafsilroq ma'lumot olish agar umidida bo'lsa, ya'ni o'sha olish istagida bo'lgan yoshlarga va yana bir narsani alohida qo'shimcha qilib ta'kidlab o'tish kerakki, mana endilikda mana shu ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan kambag'al oilalarning farzandlariga ta'lim krediti foizsiz beriladi va qo'shimcha grantlar ajratilishi ham nazarda tutilgan hamda kontrakt to'lov qismining bir miqdori ham davlat tomonidan to'lab berilishi belgilandi. Demak, MyGov yoki boshqa portal orqali arizani topshiradigan bo'lsa, bank talabani o'zi tanlab oladimi yoki qaysidir bank bormi? Faqat talabalarga kredit ajratadigan bank, misol uchun TBC yoki Xalq bank yoki Ipak yo'li qanday bo'ladi bu narsa? Shu haqida qisqa. Mana shu ta'lim krediti platformasiga orqali murojaat qilinganda kredit taqdim etishi mumkin bo'lgan banklar haqida ma'lumot beriladi. Bu yerda bir nechta tijoriy banklar talaba ixtiyorida tanlash uchun demak imkoniyati bor. Ularda qaysi biri ma'qul kelsa, ana shu bankka murojaat qilib, bemalol o'sha ta'lim kreditini olish bo'yicha ariza bilan murojaat qilishi mumkin. Tushunarli. Rahmat katta ustoz. Keyingi sonlarimizda ham xudo xolasa sizni kutib qolamiz. Rahmat.